Qaranglar, mushuklar qachondan ovqat tanlaydigan bo'lib qoldi. U mayli, ovqat tanlashi mayli. Qachondan gapirishni boshladi bular, men tushunmayapman. Hozir g'alati voqea bo'ldi. Magazinga bordim, mushugim ovqat qolmabdi. Ko'rg'onishga bordim-da, nomi esimdan chiqib qolibdi. Magazinchiga qarab, "Aka, mushukga qanaqa ovqat bersam bo'ladi?" desam, "Qanaqasidan bering? 80 xili bor" dedi. "Hoppa" dedim, 80 xil. "Qanaqa bo'ladi u?" desam, "Italyanskiy baliqligi bor" dedi. "Takoy limon suvi siqilgan" dedi. Dedim. Keyin u "Aka, mushuklar oldin sichqon pichoq yerdi" desam, orqamda bitta mushuk bor ekan, qildi. Naqadar sichqonsam yana qildi. "Bu san jinniroqmi bu?" desam, mushuk bundoq qaradi. "Aka, bitta sichqon siz basharangizga qaytib qaramayman" dedi. "Ne unaqa?" desam, "Ana jig'ilonni qaynatib, qo'yinni aytib tashlaydi, u sichqon yeb bermang mushugingizga" dedi. "Mana mashinasidan oling" dedi. To'xtanglar dedim. Onamga telefon qildim keyin. "Ona" dedim, "hozir men kirdim. Qanaqa ovqat edi? Nomi esimdan chiqib qoldi" desam, "Ana qisqichbaqaligidan olgan ananasli so'ki bor" dedilar. "Ko'rindi" desam, "Voy" dedim. Keyin uyda nima ovqat desam, "Osh" dedilar. "Yo'q, nima pitsa yegim kelyapti" desam, "Bo'q yeyapsan" dedilar. Qani adolat?